Assalomu alaykum. Үй reklamasini ko'rib borishingiz xaridorlar. Bugun tag'i buyog'imiz Aday ovul. Meni ko'rsangiz qo'rang mana jag'i Aday ovul hisoblanadi. Yo'lning bu jag'i Nukusrayon territoriyasiga kiradigan yerda turibmiz. Instagram akkauntimizda nomerlar qoldirgan nomerlarga xabarlashib, o'zingizning reklamalarningiz bo'lsa tutsangiz bo'ladi. Xulosasiga bizlar hozir burungi 61 konechniye, bu jag'imiz 26 mikrorayon, bu jag'imiz Aday ovul. Baxshamiz Mine mektebimiz ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Bu yog'imiz mektebimiz, bu yog'imiz Yekataj baxshamiz. Baxshamiz ko'rsangiz bo'ladi. Al bu jog'imiz bo'lsa Do'stlik kanali. Osmon Tuttirikning xasi burungi 61 konechniy bo'lib hisoblanadi. Ko'shamizda rakoshka hamda shevillar to'g'ilgan, biroq asfalt o'tilmagan. Xudo xohlasa. Shunday ajoyib bo'lgan 3 sotik yer maydonida ega bo'lgan joyimiz sotuvga qo'yilib yotir. Bahasini video davomida aytib o'tamiz. Albatta ko'ramiz. Joyimizning ishga holat chornay holatini turibdi. Hozir ishki joylarni tushib ko'rsataman, hamda atsterib bilan ko'rsataman. Ko'rib o'tganingiz bo'lsangiz kerak, uy reklamasining kanalini podpiska, like berib, bosib hamda do'stlaringizga jibirib qo'ysangiz bo'ladi. Kim reklamasi etkizish maqsadida yurgan bo'lsa, albatta kelsinlar, arzon baholarda reklamalarni istab beramiz. Agarda pul yo'q, bir g'ariblikda yurgan og'alarimiz yoki ashpalarimiz bo'lsa, ular uchun kelib biz hattoki besplatno istab berib imkoniyatlarini ham yaratib beramiz. Tek qana bizlar uy reklamasini qo'llab tursangiz bo'lgani. Like'laringizni ayamaysizlar. Albatta ko'pchilik bizlar Qoraqalpoqmiz, qonimiz Qoraqalpoq deb turibdi. Demak, Qoraqalpoqning prezidentining reklamalarini qo'llaymiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek atstaryapmiz. Xulasa uyning egasi bilan bu joq uyning egasining Qazayning uyi Usmondan sizga o'shunday meter 300 sotik yer maydoni hisoblanadi. Uyimizning art tarafi hamda meni ko'rib turganingizdek sirtqi tarafdan ko'rsangiz bo'ladi. Joy bahasi 280 million so'm aytilyapti. Albatta kelishimni qatib qolgan sanamiz to'g'rilar ajoyib bo'lgan. Shifrlangan sirtlarimiz biznesmenga albatta shunday ko'rsangiz bo'ladi. Baxshangiz endi bir ko'p bo'lsa bolalar 5 minutda yo'l yurmaydi. Mektebingizdan 5 minut shu baxshangiz ustimga o'tib ketsangiz bo'ladi. Balalaringiz vaymlab o'tmaysiz. Жұмыста o'tsangiz arqayga o'tira qo'yasiz. Demda keladi, demda chiqib uyingizdan kirib chiqib o'tiradi. Hozirgi vaqtda kun og'ir qoladi degan ne bo'lmaydi. Kun sizda ko'chada yurib qoladi degan. Al uyimizning ishki joyini o'tayotgan bo'lsak, bismillah. Shunday ajoyib bo'lgan eshiklarni bosgan ekan. Uyimizning ishki joyi shunday cho'rdan holatida turibdi. Meni ko'rsangiz bo'ladi. Bu joqlarda Aday olacaklar termit turali so'rab bermasangiz bo'ladi. U termitning ta'rifini aytmasa kerak, o'shim termitning ta'rifi bo'lmagan bu joqlarda. Ko'rib o'tgan bo'lsangiz kerak, shunday ajoyib bo'lgan bir kompimiz. Bu joyimiz koridorimiz. Bu joyimiz tavr ketishki kompimiz. Bu joyimiz mini zalimiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Albatta. Bu joyimiz tavr zalimiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizning to'basilarini ko'rsangiz bo'ladi. O'qday qilib ajoyib bo'lgan qarag'ay ağaçlarini soldirgan ekan. Xulasa, o'zim jasaytimda yo'q soldirib qo'ygan deydi bu uyni. Qo'llimitdan ko'rsangiz bo'ladi. 600 markalik sementlardan quydirilgan aralarına taslardan salingan. Xulasa, o'nrab ketadigan taslar salingan mana ko'rsangiz bo'ladi. Qadimgi Qaratog'ning tasini ko'p kompek. Ko'rganingizdek uyingizning tasvirchilar aralashtirib o'rilgan ekan bu joqlarimiz. Bu joqimiz ta'bir kompimiz. Uy reklamasini qo'llab-quvvatlab o'tirasiz. Albatta like'laringiz, podpiskalaringizni bosib, tezlik rivojlanishimizga ko'makimiz tegizsangiz, bizlarda sizlardek uysiz yurgan og'alarimizga, uyizlab yurgan og'alarimizga shunday ko'magimizni ayamaymiz. Vanyamiz, ya'ni sujamiz, vanyamiz hojatxonamizga qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni yig'laymiz. Shunday uyga izlab yurgan og'alarimizga qo'llantirib berib qo'yamiz. Aday ovul adresimiz жаңа aytib o'tgandek, bu Aday ovul tarafga kiradi. Bu joyimiz Nukusrayon tarafga kiradi. Albatta joy ko'rsatganimiz yo'lning ariq tarafga. $280 million so'm aytiladi. Qatib qolgan sanamiz kelishimni. Жаңадай takmit jog'idan hech qanday problema yo'q, qarzdorlik yo'q deymiz. Qachon salingan so'ramabmiz-da, biroq yaqin arada shu bir yillik yoki 1,5 yillik aralığında salingan svejiy taptoza o'tib deymiz. Joyimizning ichi salqin bo'lib turgan ekan.
негізінде 1,5 кеп ішіп болғанмен әйтеуір салқындататын ұқсайды. Кондиционер қоспасаңыз да және салқын екен. Көргеніңіздей келеміз, саудаласамыз, үй-жай рекламасынан көріп берсеңіз, әлбетте келісім пұлы қайтылады. 280 миллион жаңа айтқандай. Қайта айта беріп десеңіз дегеннен болсаңыз керек.